Gepatit B chiqmagan vaqt bilan gepatit B chiqqan vaqt oralig'ida qanaqa amaliyot o'tkazildi? Gepatit B ni sonini sanash kerak. Boshqa gepatit viruslari yo'qligi aniqlanishi kerak. Agar 200 mingdan baland bo'lsa, unda virusga qarshi dori buyuriladi. Saidazza aka, oxirgi qo'yilgan 4-5 ta videomizdan keyin juda ham izohlarda savollar ko'payib ketgan. Shuning uchun keling shularga javob berib chiqsak bugun. Savol: Assalomu alaykum doktor. Menda gepatit B aniqlandi. Homiladorman, dori ichganim yo'q. Ko'p holsizlanyapman. Lekin ALT, AST, bilirubinlarim me'yorida. Oyim kirdi tug'ruq paytida, jigarga zarar yetib qolmasin deb xavotirdaman. Holsizlanish holati agar jigarda fermentlar me'yorida bo'lsa, bu jigar patologiyasidan emas, homiladorlik bo'lishi mumkin. Homiladorlikdan o'zi bo'lishi mumkin bunaqa holat. Gepatit B da homiladorlikni nazorat qilish qonun qoidalari bor. Avvalambor agar homiladorlik vaqtida gepatit B aniqlangan bo'lsa, homiladorlikka 24-haftasida albatta shifokorga murojaat qilish kerak va virus yuklamasi aniqlanishi kerak. Agar virus yuklamasi gepatit B da 200 minggacha bo'lsa, virusga qarshi dori buyurmaymiz biz. Agar 200 mingdan baland bo'lsa, unda virusga qarshi dori buyuriladi. Virusga qarshi dori buyurishimizdan maqsad tug'ruq vaqtida gepatit B ni onadan bolaga o'tishini oldini olish. Undan tashqari tug'ruqdan keyin bola 12 soat ichida gepatit B ga qarshi emlanishi kerak. Va albatta homiladorlik vaqtida vrach nazorati ostida bo'lish kerak, ya'ni jigar ishi doim nazoratda bo'lish kerak. Fermentlar oshmayaptimi, fermentlar me'yorida turibdimi, shuni kuzatib turish kerak bo'ladi. Rahmat. Savol: gepatit B agar uxlab yotgan bo'lsa, boshqalarga yuqadimi? Gepatit B uxlab yotibdi degan tushuncha yo'q. Bu xalq orasida yuradigan tushuncha. Gepatit B virus yuklamasi aniqlanmasligi mumkin. Bunda o'sha PCR analizda manfiy natija ko'ramiz. Bunaqa holatlarda albatta bu yuqumsiz hisoblanmaydi, yuqishi mumkin, lekin yuqish ehtimoli juda past bo'ladi. Yuqmas ekan deb ehtiyot choralarini ko'rmaslik noto'g'ri hisoblanadi. Albatta bemor odam yoki bemor yaqinlari ehtiyot choralarini ko'rish kerak, emlanish kerak va boshqa qoidalarga rioya qilish kerak bo'ladi. Rahmat. Savol: doktor, onamda gepatit B bor. Hozirgi kunda og'zi achyapti. Nima qilish kerak? Gepatit B da og'iz achish belgisi bo'lmaydi. Og'iz achish belgisi bu boshqa oshqozon ichak trakti muammosi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Shuning uchun albatta vrachga murojaat qilish kerak, tekshiruvdan o'tish kerak va kerak bo'lsa endoskopiya, ya'ni oshqozon ichaklarni tekshirish amaliyotini o'tish kerak, qon tahlillari topshirish kerak va shunga asosan tashxis qo'yiladi va keyin davolanadi. Savol: Assalomu alaykum. Meni onamda ham bir hafta oldin gepatit B bor deyishdi. Bu gepatit jigar sirroziga aylanishi mumkinmi? Albatta, bu gepatit B ni faolligi bog'liq. Aynan hozirgi vaqtda jigarning holatini tekshirish kerak. Chunki biz gepatit B qachon yuqqanini bilmaymiz onalariga. Shuning uchun albatta vrachga murojaat qilish kerak, tahlillar topshirish kerak, UZI tekshiruvi kerak bo'lsa fibroskan tekshiruvdan o'tish kerak bo'ladi. Gepatit B ni sonini sanash kerak. Boshqa gepatit viruslari yo'qligi aniqlanishi kerak, bor yo'qligi, ya'ni gepatit C, gepatit delta viruslari va shundan keyin jigarlarning hozirgi holati aniqlanadi va shunga qarab keyin davo choralari ko'riladi. Masalan, gepatit B uzoq yillar vaqt ilgari yuqqan bo'lsa, jigar holati, ya'ni jigar fibrozlanish darajasi yuqori bo'lishi mumkin. Shunga qarab, demak, biz sirrozga o'tish ehtimoli yoki sirroz boshlangan, boshlanmaganligini aniqroq
javob berishimiz mumkin bo'ladi. Albatta davolanmasa kelajakda jigar sirroziga o'tish ehtimoli bor. Rahmat. Savol. Gepatit B'si bor odam tishlagan olmani yoki boshqa yegulikni yarmisini yeb turib boshqa birovga bersa yuqadimi? Gepatit tirnoq olgichdan yoki tish cho'tkadan ham yuqishi mumkinmi? Mahsulotlarni iste'mol qilganda, ya'ni bitta olmani tishlab boshqasi qolgan odam tishlasa, endi agar tishlagan bemor tishlarida, milklarida muammo bo'lsa, agar olmada aniq qon alomatlari bo'lsa va bemorda virus yuklamasi, virusli nagruzka deydi, shu juda baland bo'lsa, ma'lum bir darajada ehtimoli bor yuqishini. Bu 100% yuqmaydi deb hech kim aytolmaydi. Lekin so'lakdan, ya'ni yuqmaydi. So'lakda demak gepatit B virusining miqdori nihoyatda kam bo'ladi. U yuqish ehtimoli yo'q so'lakda. Faqatgina qon bo'lsagina yuqish ehtimoli bor. Shuning uchun qon bo'lsa-da yuqishi mumkin. Endi ikkinchi nima edi? Tirnoq olgichdan, tish cho'tkadan. Tirnoq olgich, tish cho'tkadan yuqish tish cho'tkasidan yuqish ehtimoli yuqori, chunki tish yuvganda qonamayotgan milkka ham agar tish cho'tka qattiq bo'lsa, ko'pincha qonatib yuboradi. Odamlar tishini yuvganda, shuning uchun tish cho'tkani yuvib tashlash oddiy suv bilan uni gepatit B dan tozalamaydi. Boshqa sog'lom odam o'sha tish cho'tkadan foydalanganda gepatit B yuqishi mumkin. Bu bizning amaliyotda ko'rilgan, isbotlangan. Bitta oilada, demak bitta tish cho'tkasidan foydalanadigan bemorlarda hamma oila a'zolarida gepatit B aniqlangan holatlar bo'lgan. Tirnoq olish vositasidan ham, demak agar kasal odamning qoni tegsa, tirnog'ini olganda qonatsa, tegsa, uni yuvib tashlasa, gepatit B dan tozalanib bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun sog'lom odam undan foydalanganda qonab shikastlasa, o'sha asbob bilan demak yuqish ehtimoli bor. Rahmat. Savol. Meni xo'jayinimda gepatit B bor, lekin aroq ichib yuradi. Bu xavfli emasmi? Albatta bu xavfli. Gepatit B o'zi jigarni zararlaydi. Ya'ni jigarni fibrozlanishiga olib keladi. Jigarni zararlovchi, ya'ni qo'shimcha omil bu spirtli ichimlik ichish. Ya'ni jigarni qo'shimcha ravishda zararlanishiga olib keladi. Jigarni fibrozlanishini, qattiqlanishini, muddatini tezlashtiradi. Shuning uchun maslahat beramiz, spirtli ichimlik ichmaslik. Rahmat. Savol. Gepatit B qachon, nimadan yuqqanini aniqlash mumkin? Gepatit B qachon, qanaqa qilib yuqqanini aniqlash qiyin. Ya'ni bunga ma'lum bir tahlillar yo'q. Qachon yuqqanligini bilib beradigan unaqa tahlillar yo'q. Faqatgina qachon aytish mumkin. Masalan, bemor ma'lum bir vaqtda gepatit B analiziga tahlil topshirgan. Gepatit B chiqmagan va o'sha analizdan keyin bemorda qandaydir amaliyot bajarilgan. Misol uchun operatsiya o'tkazilgan, tish davolatgan bemor yoki begona qon quyilgan, plazma quyilgan bo'lishi mumkin yoki boshqa qanaqadir teri butunligi bilan, teri butunligi buzilishi bilan bog'liq bo'lgan amaliyot bo'lgan. Undan tashqari himoyalamaga jinsiy aloqalar bo'lishi mumkin. Unaqa holatlarda ham gepatit B yuqadi. Va mana ma'lum bir vaqtdan keyin demak tekshirilganda gepatit B aniqlanyapti bemorda. Mana shu gepatit B chiqmagan vaqt bilan gepatit B chiqqan vaqt oralig'ida qanaqa amaliyot o'tkazilgan shu aniqlanadi. Agar shu bitta bo'lsa, masalan, qon quyish amaliyoti o'tkazilgani yoki operatsiya bo'lgan yoki tish doktoriga borgan. Boshqa hech qanaqa qo'shimcha tekshiruv bo'lmagan. O'shanda ana shu bitta dona amaliyotdan biz gumon qilishimiz mumkin. O'shanaqa holatda aytishimiz mumkin. Mana shu sababli sizga gepatit B yuqqan. Boshqa payt biz isbotlolmaymiz. Rahmat. Savol. Assalomu alaykum doktor. Rastorovshani paketchadagi bitta piyolaga tayyorlanadimi?
Och qoringa ichiladimi? Iltimos javob bering. Birinchidan, biologik faol qo'shimchalar rastarovka bo'ladimi, boshqami, u dori vositasi sifatida chiqarilmagan agar paketchasi bo'lsa. Rastarovkani dori vositasi sifatida ishlab chiqarilgan preparatlari bor. U yerda, ya'ni ruschasiga aytadi, fiksirованный doza bo'ladi. O'sha doza asosida demak tavsiya berilgan bo'ladi. Bitta tabletkadanmi, ikkita tabletkadanmi, kuniga necha mahal ichish va ovqatdan oldin yo keyinligi ichish kerakligi yozilgan bo'ladi. Paketchadagi bu choy damlamalari dozasi aniq emas, fiksirованный doza emas. Ya'ni o'sha paketchaning ichida qancha miqdorda rastarovka saqlashi noma'lum. Endi bularni choy sifatida ichish mumkin. Odatda rastarovka ovqatdan keyin ichiladi. Endi paketchada bo'lsa, yuqori ehtimollik bilan bitta stakanga damlanadigan damlama hisoblanadi. Ya'ni uni bitta choynakga damlash, uni suyultirib yuboradi. Shuning uchun bitta stakanga damlash maqsadga muvofiq. Undan tashqari o'zlari ham agar e'tibor berib qaragan bo'lsalar, o'sha yo'riqnomasi bor. Olgan rastarovka choylarini yo'riqnomasi bor. Yo'riqnomasini ko'z tashlab o'qisalar, u yerda yozilgan qanaqa damlash, menimcha hech qanaqa tavsiyalarsiz bo'lmasa kerak. Shuning uchun haligi nima deydi ruschasiga, bdительный deb bo'lish kerak deydi. Buni olib o'qib tanishib chiqish kerak nimadir ichishdan oldin. Shuni maslahat beramiz. Virusli gepatitlarni hech qanaqa giyoh dorilar, hech qanaqa biologik faol qo'shimchalar, o't haydovchi vositalar virusga qarshi ta'siri aniqlanmagan. Hech qaysi o'tlarni. Shuning uchun virusga qarshi dorilar ichib davolanadi. Gepatit C da o'zini virusga qarshi guruh dorilar bor, gepatit B da o'zini virusga qarshi guruh dorilari bor va boshqa gepatitlarda ham. Gepatit A da masalan virusga qarshi dori yo'q. O'shaning uchun u organizm gepatit A ni o'zi yengib o'tadi, faqat qutiladi. Vaqt kerak. Gepatit B da, surunkali gepatit B da gepatit B ga qarshi dori bor, o'sha ichiladi. To'liq tuzalib ketamanmi degan savol beraveradi bemorlar. Baraka topkurlar. Shunaqa kasalliklar bor, bunaqa kasalliklar ko'p. To'liq tuzalib ketish imkoni yo'q. Shuning uchun o'sha kasallikni ma'lum bir avj davridan sustlashgan davriga, ruschasiga remissiya davri deydi. O'sha remissiya davriga yoki faol davrdan faolmas davriga o'tkazuvchi dorilar bor. O'sha faolmas davrida yurishingiz, o'sha dorini ichib yurishingiz, surunkali ravishda uzoq muddat umrbod ichib yurishingiz sizni kasalligingizni avj olmasligini ta'minlaydi. Boshqacha varianti yo'qdi hozirgi vaqtda. Shuning uchun har doim tuzalib ketadimi degan savol beraverish kerak emas. Agar 100% tuzalib ketganda vrach sizga o'sha dorisini beradi. Vrach sizdan qizg'angani uchun, sizga etkisi kelmayotganligi uchun u dorini etmayapti emas. O'sha dorisi yo'qki, siz butunlay u virusni organizmda yo'qotib yuboradigan mavjud dorini aytyapti sizga. Siz boshqa joydan har xil reklamalarga, boshqa tavsiyalarga asosan qidirmang unaqa narsani. Agar yo'qotib yuboradigan dori chiqsa, o'sha vrach sizga aytadi shu narsani. Mana bunaqa dorisi bor yoki yaqinda chiqadi. Shuni ichasiz, yo'q bo'lib ketadi deydi. Yo'qmi? Demak, hozirgi vaqtda mana shu eng oxirgi dorisi. Giyohlar ichishni men taqiqlamayman. Buni xalqaro jigar kasalliklarini davolash bo'yicha tashkilotlar bor. Mana shu jigar kasalliklarini o'rganadi, kerakli izlanishlar o'tkazadi, o'sha asosida xulosa beradi. Minglab bemorlarda o'rganiladi u narsalar. Keyin xulosa qilishadi. Ya'ni 5-10 yil o'rganilgan narsa keyin xulosa bo'lib chiqadi. Biz o'shadan olingan ma'lumotlarni sizlarga aytamiz. Biz hech qanaqa narsani o'zimiz o'z boshimchalik bilan sizga aytmaymiz. O'sha tavsiyalarda ya'ni gepatit B ga qarshi masalan qanaqadir giyoh ichilishi u yerda ko'rsatilmagan. Ko'rsatilmaganmi? Demak, biz ya'ni Amerika ixtiro qilmasligimiz kerak edi. O'sha tavsiya etilgan narsani
buyurishimiz kerak. Nimaga Amerika ixtiro qilmasligimiz kerak deyapmiz? Chunki biz bilmaymiz u giyoh qanaqa ta'sir qiladi. Ta'sir qiladimi, qilmaydimi? Nima qilasiz u giyohga bekorga pulingizni sarflab, bekorga vaqtingizni sarflab, umuman hech qanaqa samara bo'lmasa, ertaga siz vaqt yo'qotasiz-ku. Ertaga u jigarda rivojlangan asoratlar orqaga qaytmasligi mumkin. Undan ko'ra o'sha ketayotgan vaqtingiz, ketayotgan pulingizni kerakli doriga ishlating, kerakli tavsiyani oling va yaxshi natijaga erishing. Isbotlangan tibbiyot bo'yicha ishlash kerak. Har xil noma'lum tibbiyotlar bo'yicha ishlash kerak emas. Butun dunyo isbotlangan tibbiyot bo'yicha ishlaydi hozirgi vaqtda. Katta rahmat Saidaz aka. Juda ham zo'r javoblar bo'ldi. Bir ajoyib savollar bor. Hozir menda bir nechta savollar turibdi, lekin buni javobi juda ham uzun bo'lib ketar ekan. Shuning uchun keling bu savollarni keyingi videomizga qoldiraylik.